Bu pismiq Zumrad har doim uxlab qolganimda qayoqqadir yo'q bo'lib qoladi. Bugun ataydan o'zimni uxlaganga solib orqasidan kuzatib kelsam, Dilitsi lazerni epilyatsiyaga kelibdi. Qo'lga tushdi, hozir ko'radi. Ha? Voy, Yaramas. voy, yo'qshini qaranglar buni. Voy, qimmat opa, kim deysizmi? Sinaymay o'lgur, ishdan qochib, ha? Nima qilyapsan bu yerda tez gapir? Hozir kallangni olaman bo'lmasa. Qimmat opa, ming bor uzr kechiring. Bu yer sizga ham kerak, aslida sizga ham yoqadi. Agar qayerligini bilsangiz. Nima? Nimasi kerak ekan? Nima o'zi bu qayerga o'zi? Bu yer lazerni epilyatsiya xonasi. Mana Gulnor opam kosmetolog, ko'p yillik tajribaga ega va lazer bo'yicha mutaxassis tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz lazerni epilyatsiya qilayotgandik ofisga. Bu lazerni epilyatsiya sizga ham kerak. Bu sizni ortiqcha tuklaringizdan xalos bo'lishiga va teringizni silliqligiga juda ham katta yordam beradi. Kelyapsiz, sizni yoqib qo'yaman. Meni qilasiz. Qo'ycha yaxshisiz, voy. Bo'lmasa jonim bilan to'g'rimi? Harakatda kelyapti. Boshqa opam. Aziz ayollarimiz, demak bu apparat yordamida yuzdagi tuklardan ham qutulsak bo'ladi. Demak, yuzimizga ham qo'rqmasdan ishlatsak bo'ladi, chunki apparat Germaniyaniki. Bunaqasi shahrimizda sanoqli 6-7 kursdan so'ng badandagi ortiqcha tuklardan butunlay xalos bo'lamiz. Aytgancha Zumrad qimmat nomidan kelsanglar 50% chegirmaga ega bo'lasizlar.